Bo'lmagani uzatib yubor deb, 2 do'st bir o'tirib, hangama qilishlik hojatxona ekanda o'zi ham. Komfortxonanglar. Xohlasang bunga, xohlasang bunga. Yonimga qalmosh o'tiraversang. Men bu uyda egalarning o'rnida bo'lganimda, hovlining o'rtasidan bitta sun'iy polya qurib soqqan qilib tashardim. Xullas, Oxin Boboyevdamiz azizlar. 20 ming akr yerlarim bor deydi-ku. 20 sotixli hovlidamiz azizlar. Birinchi hovlidan boshlaymiz. To'g'rida 2 etajli molxonasi bor. Mening hovlimdan sal kattaroq ekan. Molxonadan bu yoqqa qarab kelamiz azizlar. Kladovka, garaj, oshxona, bitta zali bilan, bitta letniy oshxona. Bu tarafda yana bitta hojatxona bor. Hovlining oxirida ham hojatxona bor. Mana shu yerga bitta sun'iy polyacha qurib olsalangan bo'ladi, yo to'g'rida hovlining boshida ham bitta katta dom ko'tarib, kvartiraga berib tashalangan bo'ladi. Endi uylarning ichiga o'tamiz azizlar. Xush kelibsizlar, xush kelibsizlar. Kirib kelishlaring bilan kichkina koridor, bu yerda hojatxona, hammom. Kirib kelamiz. Bu yerda katta zal, svetini yoqishni tushib ketdi, kechirasizlar. Mana koridorda yana ikkita xonamiz joylashgan. Bu yotoqxona. Buni ola olmaymiz. Bu yerda yana bitta kichkina xona. Har bitta xonaga nom bera olmayapman. To'g'risi xona juda ham ko'p, lekin kichkina oila yashashadi bu yerda. Mana shu yoqda yana bitta katta zal joylashgan. Ikkiga bo'lib ikkita xona qo'rsalangan bo'ladi. Bu tarafki korpusimiz mana shu. Svetimiz sal qorangi ekan. Bu taraf rahmatli bobomning joylari. Endi kichkina 3 xonali, 3 xona yo'q bu yoqda. 3 xona uy. Bu tarafda bir yemkamiz, yana 2 xona. O'tirib qilamiz hozir ikkimiz. Men bu o'zimizning uyda ham mayta xontaxtada o'tirardik, mebellar qo'yilib ketdi. Xullas, общий umumiy hisoblaganda 20 sotix va 10 xona bo'lyapti. Manzilchani hozirga tashqariga chiqib tushuntiraman. Locationga kelsak azizlar, Oxin Boboyevdamiz. Oxin Boboyev ilgari ko'chani hamma biladi. Mana shunday tirniqli asfaltlardan mana shu yoqqa qarab chiqib ketsak, ilgari ko'chaga chiqib ketamiz. Glavniy ko'chadan bitta emas, ikkinchi ko'cha, unaqa cheka yoki bir uzoq joy emas, shaharda qalbidan sal buyoqroqda. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, telefon raqamlarini qoldiramiz. O'sha raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar va ushbu videoni soqqasi ko'p do'stinglarga jo'natib qo'yasizlar. Xayr, salomat bo'linglar.